Marketing o'rgatdi, har doim ochiq. Xo'p, bugun bizni tarozimiz ustida nima bor ekan ko'ramiz. Tarozi qani? Tushunarli. Bugun tarozimiz ustida Lalacoup pamperslari bor ekan. Xo'sh, bu pampersda afzallik tomoni, boshqa pamperslardan farqli tomoni, buni kiygan bola, buni taqqan bola o'zini bemalol erkin his qiladi va xohlagan joyda xohlagan ishini qilib yuraveradi. Umuman bilinmaydi, ta'siri bo'lmaydi. Buni har xil razmerdan bor, 1 dan 6 gacha va butun blogi 100 ming so'm. U razmerning farqi yo'q. Xo'sh, buni agar bloklab olmoqchi bo'lsanglar, donasi 1400 dan tushadi. Xo'p, to'rligini ichida 76 dona bor ekan. Razmeriga qarab har blokda har xil bo'ladi. 5 ligida 70 ta ekan. Xo'p, bloklari 100 ming so'mdan va agar donalab olmoqchi bo'lsanglar 2000 dan narxlari. Yana bizda ekonom pamperslari bor. Bu o'sha ozgina kattaroq, kengroq va ishtonli ekan xolos. Bu ham istalgan razmerdan bor. Bemalol kelib, mana shu yerdan olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Narxlari 100 ming so'm blokka. Xo'p, yana boshqa narsalarda narxlar qiziq bo'lsa, boshqa narsalarning narxlaridan xabardor bo'lib turish uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.